Xo'p, bu yerga nima ko'chatlar ekdik? Qaysi malina sortlarini ekdingiz degan savol bo'lsa, hop, Augustina navi, Tutaymer, Mapema navi. Bular biz ochiq ildiz olib ekkanligimiz hisobiga hozircha bu qadar bo'y ko'rsatmayapti. Mana endi sekin ham jonlanib chiqishni boshladi. Deyarli Mapemada hozircha rezultat deyarli yo'q hisobi. Yangi ekkanlarimizda ham, oldin ekkanlarimizda ham. Mana endi shu Mapemadan Mapemaga boshqa sort aralashib ketibdi. Endi jonlanib yangi bari chiqarishni boshladi. Keyingimiz esa Delniva navi. Delniva birinchi ekkanlarimiz ham va har bittasi jonlanishda. Delniva bizni yerga yaxshi o'rnashdi, vallohu alam. Ya'ni 5 kun ichida rezultat bo'lib, so'lishish yo'q, deyarli natija bor. Undan keyingisi esa mana bu Polka navimiz. Polka ham ko'karib, yaxshi rezultat berib boryapti. Oxirigacha ko'rishingiz ham mumkin. Deyarli har bitta ko'chatimiz natija bera boshladi. Undan keyingisi esa Nijegarodis navi. Nijegarodis ham mana ekkanimizga 5 kundan o'tdi. Ular ham ancha jonlanib qoldi. Bir nechtasi esa hali o'nglanish arafasida. Buni bizga ko'chatni sotgan kishi ustida emas, tagida ildiz qismidan yangi chiqaradi deb bergan. Inshaalloh kutib turibmiz. 2-3 kunda yangi shoxlari chiqib qolsa ajab emas. Bunisi esa Delnivamidi? Enrasidira navimiz deyarli bo'y ko'rsatmadi hozircha. Bitta yashnab turgani bor. Bu ham kecha ekkanligimiz hisobiga. Avvalgi ekkanlarimiz deyarli bizda hozircha rezultat bo'lgani yo'q 5 kun ichida. Yangi ildizidan chiqib keladi deyishdi. Kutib turamiz.